3 yoshli qizcha kafeda kartoshka fri iste'mol qilib olamdan o'tdi. Ko'chada bolalarga fri iste'mol qilib o'tirgan onalarni ko'rsam, shundoq qo'ldan yurib olib qo'ygim keladi. Jahlim chiqib ketadi. Chunki bolalar o'rtasida ovqatdan zaharlanish eng ko'p uchraydigan holatlardan biridir. Ko'cha ovqatlari, ayniqsa fast food, kerakli haroratda pishmaydi, noto'g'ri saqlanadi va kerak bo'lsa qayta va qayta ishlatiladigan eskirgan yog'lardan tayyorlanadi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalar organizmi esa ichak mikroflorasining to'liq shakllanmaganligi, fermentativ xususiyatining yetarli bo'lmagani oqibatda kattalar hazm qila oladigan ovqatni hazm qila olmaydi. Oqibatda qusish, ich ketish va organizmda kuchli suvsizlanish oqibatida o'lim holati kuzatilishi mumkin. Ketchup va mayonezga o'xshagan qadoqlangan mahsulotlar esa botulizmga sabab bo'lishi mumkin. Botulizmda esa o'lim ko'rsatkichi yuqori. Bolani tez ovqatlantirib olaman deb tavakkal qilmang. Qayerga borsangiz ham yoningizda bola uchun uydan ovqat olib boring. Va sizni vaqtingiz yo'qligi uchun bolalar hayoti bilan badal to'lash kerak emas.